Assalomu alaykum uzum shinavandalari. Bugun 21 may 2026-yil Qo'qon shahrida Shiridinko'kda Joker navli uzumi. O'sha erta pishar, muskati bor uzum. Nihoyatda serhosil ekan. Bu o'tgan yilgi 20-25 mayda oraliqda qilgan ko'kka payvandi natijasi. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 ta novda qoldi. Bundan kesib oldik. 1 2 3 ta novdasini kesib olib sotib yubordik qiziqqanlarga. Mevasi mana 1 bosh, 2 bosh, mana bu yerda 3 4 5 6, mana bu 7, mana bu 8, mana bunisi 9, mana bu tomondan ko'rinadi. Mana 9, mana bu 10-chi, 11-chi. Davom etamiz. Mana bu 12-chi, yuqorida 13, mana bu 14, mana bu yerda shu qo'ltiq shoxdan chiqqan 15-shingi, mana bu 16-chi. Bu ham o'rtacha kattalik bo'ladi. 16 bosh uzum o'tgan yilgi payvandda. Kuchli o'suvchi, erta pishar, qizil o'sha damaskiga o'xshagan cho'zinsoq chiroyli uzum. O'tgan yil nishona hosil bo'lgan. Bu yil jonivorda 16 bosh uzum. Endi qo'yib qo'yamiz buni. Pishganini ham xudo xolasa ko'rsatamiz. O'ta serhosil ekan. Serhosilligini shu eshitib videolarda ko'rib, qiziqib, olib kelib, ulab, payvand qilib ko'paytirdik. Mana novdalari. Shu yilgi novda 2 metrga o'sib bo'ldi. Bitta novdani o'zdi. Bu payvandda 10 ta novda chiqqan. Hozir shuni 8 tasi turibdi. 8 tasi qo'yilgan. Hammasida mevalar bor. Mana bu bachkalari. Bachkalarini ham o'zi mana 9-chi, 10-chi bo'g'inda. Kuchli o'suvchi ekan. Zo'r mana. Bundan 3 ta shoxini olib o'sha qiziqqanlarga sotilgan. Mana buni hammasini olib tashladik, buni olib tashlamadik, buni olib berib sotdik buni. Mana bu Joker. Haqiqiy Joker ekan. Bekorga Joker qo'ymagan.